Вот. Как типа bu 6-videoda. Umid qilaman ovozim yaxshi yozilyapti. Buni oshiq bilan umid qilaman вообще это прям. Вот уже ketdik. Всем еще добрый вечер. Ну да, прям вечер. И xullas men YouTube'ga 6-videomni qo'ymoqchiman. Va bu men 6-videom. И hozir men nima haqida gaplashaman? Men реально как типа shunchaki atrofimdagi odamlar bilan gaplasha olmayotganim uchun onlayn gaplashmoqchiman sizlar bilan. Xullas, oxirgi vaqtda men o'zim his qilayotgan hislardan bittasi bu вообще odamlardan o'zini chegaralash, qanday odamlarga nisbatan qanday o'zida to'sib qo'yish. Maksimal darajada, прям maksimal darajada. Odamlar bilan gaplashishdan qochish qanday. Ну да, почему я вообще не знаю. Ну, xullas, bu qanday bo'lyapti? Men Moskvadaman. Da, hozir atrofimda qanaqadir o'rtoqlar, окружение yo'q. O'zi odatda bo'lmagan menda окружение. Da. Yoshligimdan beri bo'lsa bitta dugonam bo'lardi. Dugon emas, как типа o'rtoq. Qayergadir borish uchun birga borish maqsadida, как всегда, gaplashilib, rejalashtirilib boriladigan bitta odam. Endi maksimum ikkita. Da. Из-за этого man qanaqadir yolg'iz bo'ri deydi-ku. Как типа o'shanaqa odamlar turidan bittasiman. Bu degani onlayn gaplashadigan odamlarim yo'q emas. Ya'ni qanaqadir dugonalar, qanaqadir общаться qiladigan tanishlar bo'ladi-yu, qayerdadir tanishib qolasiz ishxonada yoki qaysidir kursga borganingizda tanishib qolasiz. O'shanaqa odamlar yo'q emas, menda bor. Оказывается, lekin oxirgi vaqtda hammani SMS-ni ignor qiladigan, SMS-ga javob bermaydigan va maksimal darajada har bir daqiqasidan foyda oladigan odamga aylanib qolganman. Da. Kim bilandir gaplashaman 10-15 minut. Потом undan keyin men o'zi asabiylashib boshlayman. Men nimaga endi что 15 minutimni bekorga ketkazdim. Если agar o'tda прям ilmiy razgovor ketmagan bo'lsa-da, masalan, ustoz bilan gaplashasiz, qaysidir vaziyatlarni planlashtirasiz, qaysidir narsalarni analiz qilasiz, tahlil qilasiz-da, anglaysiz ba'zi narsalarni. O'shanaqa vaziyat bo'lmasa, men прям все bo'ldi, asabiylashaman. Nimaga u bilan gaplashdim, что qanaqadir bekorga vaqtim ketdi, или tutun-sudun, короче, shunaqa temalar bo'ladi. Men o'shaning uchun odamlarga javob berishdan o'zimni olib qochadigan bo'ldim. Da. Где-то 2-3 kun oldin sezdim bu narsani. 2-3 kundan beri shu narsani yana kuzatyapman o'zimda. Da. Хотя бы как типа buni o'zi angladim. Bu xarakterimni, bu o'zimda bo'layotgan jarayonni angladim. Muhimi. O'shaning uchun bu ba'zida meni qo'rqityapti. Chunki men shunaqa odamga aylanib qolman, что если agar u odam mendan balandda bo'lmasa, urvini mendan balandda bo'lmasa, bu qaysi ma'noda? Ilmiy tomonlama, xarakter tomonlama, men xullas status taraflama mendan balandda bo'lmasa, men odamlar bilan vaqt o'tkazishni tanlamayapman. Tanlasam jahlim chiqyapti o'zimdan. Почему? Chunki meni hayotimda doim men bu qoida ishlagan. 5 ta xullas qo'ylarning ichida sher bo'lgandan ko'ra sherlarning ichida qo'y bo'lib yurish yaxshiroq. Da. Почему? Chunki shunaqa vaziyat bo'ladi. Ularni qaysidir qilayotgan harakatlari bilan siz o'zingizga nimadirlarni olasiz. Siz nimadirlarni o'rganasiz. Menda shunaqa. Ularni qaysidir gapirayotgan gaplari, ularni qaysidir o'zini tutayotgan xarakterlari, qaysi problemaga kirganda qanaqa ish qilayotgani menga как типа dars bo'ladi-da. O'sha narsa uchun men bilmadim. To'g'risi o'zimdan, masalan, o'zimni aqlli demayman. Вообще прям kuchli demayman. Statusim, уровень вообще demayman. Da, o'zimga yarasha qanaqadir aqlim bor, o'zimga qarasha qadar dunyoyim bor, fikrlashim bor. Izada mendan agar qanaqadir bilim jihatidan pastroq bo'ladigan bo'lsa, qanaqadir men bilan gaplashishgan va xullas turkchada o'rtak nuqta. Da. Ya'ni ikkita odam bir-biri bilan gaplashishga ikkalasi ham tushunadigan tema. Например, aytaylik, masalan, xullas bitta meni Amerikan o'rtog'im bor deylik, например. Men Amerikan emas, qanaqadir
arab o'rtog'im bor deylik, lekin men arabchani bilmayman, u o'zbekchani bilmaydi. Bizlar lekin ingliz tilida gaplashamiz. Demak, ingliz tilida gaplashganimiz bu bizani o'rtak nuqtamiz. Ya'ni ikkalamiz ham bemalol suhbatlasha oladigan, tortisha oladigan mavzulardan bittasi bu ingliz tilida bo'ladi, o'sha narsa. Menda masalan, например, o'shanaqa odamlar bo'lmasa, ya'ni o'zim bilan teng yoshda va ikkalamiz ham tortisha oladigan bitta mavzu bo'lmasa, men odatda u odamlar bilan gaplashishni tanlamayman. Ну, qanaqadir nima desam, да, yaxshi, rahmat, o'zi yaxshimisiz, и так все, так, shunaqa разговор. Ну да, бывает. Ya'ni balki hammada shunaqadir. Men odamlar bilan gaplashmaganim uchun hammada qanaqa vaziyat o'tganini bilmayman. O'zimdan kelib chiqayapman chunki. Shunaqa. Bu narsa nimadim? Kvartirada yashayotgan, men bilan birga yashayotgan opalar bilan ham seziladi-da. Ular bilan gaplashmayman, qanday razgovor bo'lsa, ha, mayli-da, bilmasam deb qochaman. O'zim olib qochaman, boraman, naushigim taqaman, qanaqadir video dars yoki qanaqadir audio kniga и так другие darslar ochib eshitishni boshlayman. Da, o'shanaqa. Ishxonada ham kollektivlar bilan o'tirib gaplashadigan o'zi bu vaqt bo'ladi, lekin o'sha vaqtda men shu taqamanda bir chekada o'tiraman, shu menga hech kim gapirmasin. Это странно. Ну, men hozirgi dammas, что kelajakdagi Laylodan xotiramiz, что yakka yolg'iz bo'lib qolishidan qo'rqaman. Da. Mana shu narsa meni qo'rqitdi. Yana va oxirgi vaqtlarda men nimani qaror qilganimni aytmoqchiman. Men Toshkentga qaytyapman. Прям qaytgim kelmay qaytyapman. Hali Moskvada yashashga to'yganim yo'q. Прям to'yganim yo'q va men qolish xohlamayman, lekin o'sha hamma narsa hal qilib bo'lingan. Ko'p narsa hal qilib bo'lingan, o'shaning uchun qaytishim kerak. Lekin bu narsa как-то men aytmoqchi bo'lgan narsam bu narsa bilan hammani, то есть men o'ylayman, что Toshkentga borsam, eski hayot tarzimdan kelib chiqib, unaqa zo'r bo'lmaydi, qanaqadir skochna, yoki qanaqadir finansiy taraflama unaqa zo'r bo'lmasligi mumkin deb o'ylayman o'zimcha. Men shu narsani oldin angladim, oldin aytganmanmi yo'qmi videoda esimda yo'q. Chunki juda ham kamdan kam ko'raman o'zim videolarim qayta. Hamma narsani o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Bizda masalan 6 ta variant bo'ladigan bo'lsa, 6 ta variantda ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. Qaysi qiyinchilik tanlash bizning tanlovimizga bog'liq. Buni men oddiy misol qilib tushuntirib beraman. Hozirgina Instagram storyimga qo'yganimdagi misol aytaman. Xullas, biz hamma ovqatni yeyishimiz mumkin. Например, tanlamay, masalan, shirinlik yegimiz kelsa shokolad, yoki qanaqadir cheesecake, yoki tort, yoki другие, короче, кофе, капучино, американо, так другие, короче, bardak pitaniya bo'lsa bizda biz buni rohatlanamizda, yeymiz o'sha narsani. Attaki shu naborotga aylantiradigan bo'lsak, kiyim tanlayotganimizda, shopping qilayotganimizda, u kiyim menga mos tushmaydi, bu narsa menga mos tushmaydi, bu narsa semiz ko'rsatadi. И так другие shunaqa problema bo'ladi bizda. Bu потом shopping qilayotganda, kiyinayotganda, ko'zguga qaraganda, tipa oynaga qaraganda bizda qanaqadir biroz og'riq chiqarishi mumkin. Buni teskarisiga aylantiramiz. Trenirovka qilish, o'zini xohlagan narsasidan har doim yemaslik, o'sha narsalar og'rig'iga chidagan odam bemalol maza qilib kiyina oladi deb o'ylayman. Meni fikrimcha shunaqa. Balki ba'zi odamlarga bu narsa ta'sir qilmas, balki xohlagan narsasini yeb ham ideal figurada bo'lganlar bordir. Men o'zimdan kelib chiqyapman, men o'zim dunyoyimdan kelib chiqyapman. Что hamma videomdagi fikrlarim bu subyektiv. Прям subyektiv. O'sha narsa. O'shaning uchun men o'ylayman, Toshkentga borganimda qanday yashashim bu men tanlovim. Da, Moskvada yashayman, mazaq. Прям menga yoqqan taraflari juda ham ko'p Moskvani. Прям pogoda вообще класс. Menga endi что чувствуем, что menga quyoshsiz pogoda yoqar ekan. Yomg'ir yog'ayotgan, прям sovuq, qanaqadir shamol, yomg'ir, bo'ron, короче, shunaqa havo yoqar ekan. Mana bo'tga kiygandek tushirish boshlayapman. Shunaqa. Bu birinchi navbatda pogoda, ikkinchi navbatda ekonomika, uchinchi navbatda bu yerdagi odamlarning поддержкасы. Bir-birini ko'ra olmaslik, bir-birini bir joyiga chop tiqish, boshqa narsalar вообще bu yerda ko'rganim yo'q men. Как типа
qirg'izlar например endi как aytaman ko'rgan odamlar yo'q qirg'izlarda balki bordir o'zbeklarda bordir tojiklarda o'zbeklarda прям bor bu narsa lekin ruslarda man ko'rganim yo'qman manga unaqa nimada грязь ishlar qilgani yo'q hech kim наоборотiga как kollektivimdagi прям hamma mani поддержка qiladi ну masalan официантkalar поварlar barmenlar что прям как menejerlar direktorlar все anada tushuntirishim kerak bo'lsa tushuntirishadi ya'ni tushuntirishi kerak bo'lsa tushuntirishadi yordam berish kerak bo'lsa hamma narsa как menga поддержка qilishadi это прям классно вообще qanaqadir man ustimda izdevаться qilganini или как e'tibor pisand qilmaganini ko'rganim yo'qmanda прям hammasi klass и mana shu uchun man masalan judayam ko'p hobbilar qiladigan odamlardan bittasiman to'qish tikish yana nimadirlar yasash toshlardan munchoqlardan bo'ladi biserlardan nimadirlar yasash o'shanaqa narsalarga yomon qiziqadigan odamman va bu yerda topish прям judayam oson toshkentda balki osondir balki man qilolmagandirman bu narsani но manga bu yerda ko'proq yoqadida masalan aytaylik man bu yerda bir kun ishlagan pulimga borib прям как bitta hobbimni до конца olib boradigan materiallar hammasini sotib bo'ladi no Toshkentda man unaqa qila olmasdim или qilib ko'rganman lekin yetmagan bitta proyektimga полный как hamma materialiga yetmagan прям как dорого narsalar ekonomika deydi ekonomikasi yoqmaydi da manga прям Toshkentda ekonomikasi yoqmaydi или как balkida mandadir problema mani hayotim ya'ni mani как ochkilarimdan qaralganda dunyo mani ochkilarimdan qaralgandagi Toshkentda shunaqa bu safar boraman прям o'zim ochkimni yechib boshqa ochkida yashab ko'rishga harakat qilaman umid qilaman что manda o'xshaydi bu safar lekin man qachondir baribir qaytaman Moskvaga прям Moskvaga emas lekin Rossiyaga например Питер или Kazan или Moskva прям uchalasidan bittasi lekin прям baribir qaytaman katta ehtimol bilan sentyabrgacha sentyabr maksimum balki yana ham aniq bilganim yo'q hali aniq plan qilganim yo'q qachon qaytishimni shunaqa gaplar yana man nimalarni aytib bermoqchiman xullas shu odamlar bilan gaplashishni yoqtirmaydigan eski mavzuga o'tamiz nazar orqaga bitta mavzu orqaga umid qilaman что yaxshi eshitilyapti прям как naushnikimdagi mikrofondan foydalanib yozyapman chunki buni xullas odamlar bilan gaplashish yoqtirmaydigan bitta tarafim bitta misol aytib beraman что biza kvartirada mandan tashqari 2 to'pa turamizda 3 ta turamiz shunaqa vaziyat bo'lyapti qanaqadir bitta to'pa manga 3-chi odam yomonlab unaqa deb bunaqa deb потом прям как eshitib qoldim что mani unga borib yomonlayapti это нелогично вообще как нелогично man uchun нелогично это что как стоп miyam bundoq qarab turib laylo stop как это неправильно вообще-то так это bo'lishi kerak emas bo'lgan narsa bu narsa unaqa odamlar bizning atrofimizda bo'lmaydi bo'lishi kerak emas da man unaqa odamlar atrofimga ololmayman прям ololmayman manga aytib beryapti ba'zi narsalarni прям ko'pirtirib aytyapti-da xullas короче gazdan выключатель borda как o'chirib yoqadigan bunaqa короче knopkasi bor что gazni hidi chiqmasligi uchun прям tepada o'chirib qo'yadigan joy aytyapti что ertalab san gazni o'chirishni unutibsan param agar uy portlab ketadigan bo'lsa tutun man senga javob bermayman agar xohlasang unaqa deb xohlasang man boshqa joyga ketaman sen o'zing yashayver agar unaqa dedi bundoq qaradimda man gazni o'chirdim man gazdan hali foydalanganim yo'q oxirgi marta foydalanganim o'chirdim deb aytdim и потом bordida короче nimadir ming'ir qildida borib turib как o'sha joyini skoshlab qo'yganda как anaqa xullas truba bo'ladigan bo'lsa mana bundoq birlashtirib что ochilmaydigan как ochilmaydigan man ocholmaydigan qilib yopib qo'ygan dedi o'zicha и потом прям odam qanaqadir kulgisi keladi chunki manda shunaqa xarakter bor nimadir qilish xohlasam bo'ldi и все u narsa hech narsa to'xtatolmaydi mana yoki как gaz yo'q bo'lgan taqdirda man nimadir ichmoqchi bo'lsam nimadir yemoqchi bo'lsam borib turib qo'shnidan bo'lsa ham so'raymanda
это прикольно, как skotch bilan nima qilib qo'yib turib manga to'siq qo'ymoqchi bo'lgan debdi. Это прикольно вообще, да, mелочь, но это qanaqadir odam eng ko'p asabini buzadigan narsalardan bittasi bu qanaqadir tuppoy odamlar bilan yashash deb o'ylayman. Или tuppoy odamlar bilan ishlash deb o'ylayman-da. Да, прям shunaqa. Chunki odamni men bu desam, окруженияsi doim главныйda. U прям kim ahamiyatsiz desa ham, men ahamiyatli deb o'ylayman. Ayniqsa tuppoy odamlar bilan bila turadigan bo'lsa. Siz qanaqadir spokойный odamman, men tuppoylar bilan tursiz, baribir asabiylashasiz. Meni fikrimcha, agar asablaringiz прям xudo sizni asablaringiz temirdan yaratmagan bo'lsa, meni fikrimcha. Из этого shunaqa. Это ajoyib. No shunaqa. Agar men ketmagan taqdirimda ham menimcha men kvartiramni o'zgartirgan bo'lardim. Chunki прям asablarim meni temirdan emas. Men spokойныйman, да. Aralashmayman, gaplashmayman, birovning ishiga burnimni suqmayman, kimgadir aql o'rgatmayman borib, qanaqadir aqllilik qilmayman, agar so'ramasa. Nimadir qilmayman. No, lekin hamma narsani o'ziga yarasha krasniy, красная граница есть, да, которая shunaqa. O'sha narsasi bor. Meni ham o'sha narsam bor. Meni fikrimcha meni kim bilandir urushga прям kuchim ham yetadi. Aqliy taraflama tortishga aqlim ham yetadi deb o'ylayman. Ну, это как типа не важно. Не нужно вообще. Kerak emas. Shunaqa. Ну, bugunni chiqarib tashlagani o'sha 7 kun qoldi. Прям men hayajonlanyapman. Da. Qanaqadir nima desam, hammasi men oldindan, ya'ni ko'p boshqa davlatlarga borgan bo'lsam, 5-6 marta, 5-marta, 6-marta qaytyapman, bilmayman. Har doim spokойный bo'lganda menda hammasi. Qanaqadir va вообще katta hayajonlanish yo'q menda hech narsaga nisbatan. Прям men qo'rqmayman, qanaqadir hayajonsiz odamman, ya'ni qo'rquvsiz deylik. Lekin bu safar qanaqadir balki boshqacha his qilaman o'zimni, что o'ylaganim sari. Это не bilmadim. Oldinlari tипа spontan qarorlar olaman. Yo'kida вообще oldindan rejalashtirilgan bo'ladi meni ketishim. 1 oy oldin, 2 oy oldin. Birinchi marta boshqa davlatga chiqishim даже 1 yil oldindan planlashtirilgan narsa edi. Hozir ketishimni o'ylayman, qanaqadir boshqacha. No, lekin menda har doim variant bor, qaytib ketishga. Menimcha hammada ortga qaytishga variant bo'ladi. To'siqqa har doim odam o'ziga o'zi qo'yadi deb o'ylayman, da. Yana bir narsani qanaqadir men bo'lishmoqchiman. Oxirgi vaqtlarda o'zimni, ya'ni oxirgi 5 yildagi hayotim, 5 yil yashagan hayotim natijasini olaman-da. Ayniqsa o'qigan kitoblarim, eshitgan podkastlarim, hammasi natijasini endi his qilaman. Oldinlari masalan tez xafa bo'ladigan odam edim-da. Kimdir menga nimadir desa, nimadir qilsa, prям xafa bo'lardim, yuragimga yaqin olardim, qanaqadir siqilib yurardim-da. Hozir esa voy, sana orqada shunaqa debdi, okey, shunaqa qilgan bo'lsa, shunaqa qilgandir, nimadir degan bo'lsa, nimadir degandir. Shu darajada bo'lib qolganman-da. No, вообще meni hech qanaqasiga hech qaysi bir odamni qilgan ish hayron qoldirmayapti oxirgi vaqtda. Ну да. Почему? Bilmadim. Men o'qigan kitoblarim, eshitgan podkastlarim deb maqtanaman, balki maqtanayotgandirman, bilmayman. Xolos, короче, o'shalar natijasi meni hech kimdan hech nima kutmaslikka o'rgatdi-da. Da, bizani eng ko'p xafa qiladigan narsalardan bittasi bu bizani boshqalardan kutgan narsalarimiz. Da. Ну да, вообще прям. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, ota-onamiz, akamiz, ukamiz, singlimiz, opamiz, balki o'rtog'imiz, balki ish joyimiz, balki davlat, короче, xullas umuman, короче, kimdan bo'lsa ham nimadir kutish bu это вообще не логично men uchun. Da, balki oldin logично, da, lekin oldin logично bo'lgan. Kimdirlardan qanaqadir masalan, kimdir menga yordam berishini kutardim, kimdir meni o'rnimda nima qilishini kutardim. Atak hozir unaqa emas. Ну да. Da, прям unaqa emas. Qanday tushuntirsam? Это как типа mani fikrimcha, что video oxiriga yetyapti. O'sha narsa. Chunki men ko'p ko'raman-da. To'g'risi men masalan o'zim aytganimda o'zim dunyoyim bor.
o'zimni fikrimga ega, o'zim mustaqil fikrlay oladigan, o'zim qaror qabul qila oladigan, o'zim yoshdaman deb o'ylayman. Men bu qarorga qachon kelganman? 18 yoshimda kelganman. 18 yoshimda что okey, все bo'ldi. Menga hech kim hech qanaqasiga majbur emas hech narsaga. Ota-onam даже menga majbur emas nimadir qilib berishga-da. Все bo'ldi. Bular meni dunyoga keltirishdi. Shu yoshimgacha o'lib qolmadim ochlikdan. Или qanaqadir yiqilib, qanaqadir nimadir bo'lib, tupoy bo'lib qolganim yo'q. Maksimal darajada masalan qo'ldan kelganini qilishdi. Dadam ham, oyim ham bu uchun prям ulardan от души minnatdorman. Ularga rahmat aytaman. Ular juda ham yaxshi ko'raman. Если eshitayotgan bo'lsa, prям oy dadam sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. Balki aytmagandirman bu narsani sizlarga. Lekin prям yaxshi ko'raman sizlarni. Akalarim yaxshi ko'raman. Singlim yaxshi ko'raman, ukam yaxshi ko'raman. Xullas hayotimda meni kim bo'lsa, hammasini yaxshi ko'raman. Chunki ular menga hammasi o'ziga yarasha dars berishgan. Prям да, o'ziga yarasha dars berishgan. Men ulardan hech nima kutmayman. Ular menga mehribon, что o'ylaydi, menga telefon qilishadi, men bilan gaplashishadi. Главное, menga dushman emaslik, men yomonligi yo'q. Men o'shani bu narsani dushur yana hurmat qilaman va men ularni juda yaxshi ko'raman. Ba'zida kimdirlarchi Instagramda ko'p bo'ladi-yu, что masalan unaqa berishmadi, men unaqa deb tasavvur qiladi. Masalan, aytadi, что hamma qizlar ham dadasini, ya'ni malikasi bo'lmaydi, ba'zilar onasini jangchisi bo'ladi. Shunaqa video ko'rdim-da. Qarab tur. Icho. G'alati-da. Ba'zilar aytadi, что men bolaligimda travma olganman-da, shu narsa uchun shunaqa-da meni hayotim. Нет, seni hayoting shunaqa, sen shu narsani tanlaganing uchun. Nikah, hech qanaqa travma, boshqa narsa, bu narsa seni ruxsating, seni qo'lingni ostida-da, mana ikkita qo'lingni orasida turgan narsa. Sen как yoshligingda olgan travmani hozirgi hayotingga aloqador qilyapsan. Okey, yoshligingda bo'ladigan narsa bo'ldi. O'sha narsa ota-onang ham seni birinchi marta ota-ona bo'layotgandir-da, balki-da. Ular ham birinchi marta yashayapti bu hayotda. Izzati va ularning ham o'ziga yarasha haqqi bor xato qilishga-da. Например, aytadi, meni travmalarim что meni hayotimga ta'sir qilyapti. Okey, ta'sir qilayotgan ekan, tuzat. Ya'ni tuzat o'sha narsalarni, qaysi nimadir halol berayotgan bo'lsa senga, chiqar hayotingdan. Yo'q, это psixologически, никак это не psixologически. Bu narsa masalan tanlayapsiz, masalan hayotingizni yashayapsizmi, qaysidir vaziyatda, aytaylik masalan oyligingiz kamda, ish joyingizda, lekin hamma joydan kam oylik beryapti-da sizga, aytaylik. Потом men oyligim kamda, menchi boshqani qilmaydi, unaqa-da. Короче, men yaxshi ishlayman-da, lekin menga kam oylik to'ladi. Okey, boshqa ish top. Men boshqa ishga o'tolmayman-da, nega? Bo'shamayman-da, nega? Okey, savol, nega bo'shamaysan, nega qilolmaysan? Mana bunaqa narsa bor-da. Sen nimadirga chidayotgan bo'lsang, bu sen tanloving. Prям да, seni tanloving bu narsa. Nimadir yoqmayotgan bo'lsa, odam o'zgartiradi. Yoqmayotgandan keyin, o'zgartira olmagandan keyin etakni olmaslik kerak. Men shu narsaga prям реально meni aqlim tushmaydi bu narsa. Как это o'tiradi, meni ota-ona qilib berish kerak. А почему? Почему вообще-то так seni ota-onang senga qilib berish kerak? Seni dunyoga keltirdi, o'stirdi, ochmasdan-da, yalang'ochmasdan-da, butun o'zingga yarasha biliming bor. Okey, masalan, seni repetitorga bermagandir. Bo'lishi mumkin. Sen masalan hozir ishladi, bo'sh vaqtingda o'qi. Что проблема вообще-то так? Это вообще логично. Yo'q, да, hayot masalan hammamizga har xil joyga tashlaganda, kimdirlar boy oiladan, boy oilada tushadi, kimdirlar esa o'ziga normal oilaga tushadi, kimdirlar esa вообще yo'qchilikka tushadi. Это bu hayotda sizga bergan masada, yo'lida, buni qanaqa davom ettirishingiz o'zingizga bog'liq. Hammani o'ziga yarasha hayoti bor, hammani o'zini qo'lida hayotda. Menimcha biroz asabiylashdimmi, bilmayman, balki biroz baqirib gapiravergandim. Meni o'zi обычно ovozim baland. Qanaqadir menga даже mikrofon kerak emas. Buni ko'pchilik aytgan menga, maktabimda ham, kollektivimda ham, ko'chada ham aytishadi. Singlim oyim ham aytishadi.
da mana o'zim biladi. No xullas, короче, o'sha narsa. Hayotimizda nimadir yoqmayotgan bo'lsa, buni o'zgartirishimiz kerak. O'zgartira olmayotgan bo'lsak, nolimasligimiz kerak. Hech kim biz uchun hech nimaga обязан emas. Menimcha oson bu narsa. Hech kimdan hech narsa kutmaslik kerak. Chunki aytaylik, hamma narsani kutish kerak o'zimizdan talab qilishimiz kerak. Как типа figuramiz yomonmi? Kimdir kelib turib bizani chiroyli qilib qo'yishni kutmasdan o'zimizga harakat qilishimiz kerak. Nimadirni bilmaymizmi? Turib o'tirib o'rganishimiz kerak. Borib turib biladigandan so'rashimiz kerak. Biladigan bizga pul uchun aytadigan bo'lsa, o'sha pulni borib turib ishlab topib, o'sha odamga olib borib, o'sha narsani o'rganib, o'sha narsani hayotimizda qo'llashimiz kerak. Это как tипа juda ham oson narsa. Menimcha hayot o'tirib turib nolib o'tirishga juda ham qisqalik qiladi. Ну просто hayotda prям mazza qilib yashash kerak. Menimcha ichimdagi hamma gaplar tugadi, lekin prям как tипа hali qancha bo'ldi video? 25 minutlik video bo'libdi. Ajoyib. Ajoyib, to'g'risi men anchadan beri plan qilmoqdim. То есть oldinlari video olishib plan qilardim. Что bir hafta, 2 hafta vaziyat qidirib, animada vaqt qidirib, что потом keyin olardim-da. Bugun spontan video bo'ldi. Prям spontan bo'ldi. Chunki kecha вообще o'ylamayotgandim video olaman deb. Даже ertalab uyg'ongandim ham o'ylamayotgandim. No, оказывается, 6-video tayyor. Umid qilamanki, hamma o'ziga kerakli bo'lgan narsalarni oladi. Yana eslatib o'taman, meni hayotimdagi bu videolar meni dunyoyimdan, subyektiv fikrlarimdan olingan video. Nimadir teggan bo'lsa, demak, o'sha joyi qaytadan ko'rish kerak. Menimcha, chunki bekordan bekorga bizani miyamizga, bizani yuragimizga tegmaydi. Miyamizda lampochka yonmaydi bekordan bekorga. Shunaqa narsa. Men uchun 26, balki 27 daqiqa ajratganingiz uchun prям rahmat kattakon. Umid qilaman foydali bo'ldi deb. Menimcha balki tushdi ko'rinmagandir, lekin prям от души atmosfera klass, juda ham zo'r. Rasmga olib turib videoni obloshkasiga qo'yaman. Da.